Bugun Yangi yil munosabati bilan Toshkent gumanitar fanlar universitetining talabalari bilan Zakovat intellektual o'yini o'ynadik. Assalomu alaykum barchaga. Bizda mana Zakovat intellektual o'yinida Qoraqalpoqdan kelgan talabalarimiz ham ishtirok etyapti. Hozirda faol jarayonda biz iloji boricha tarjima qilib tushuntirishga harakat qilyapmiz. Barchaga rahmat. Zakovatni kutamiz. Bugungi o'yinimiz g'olibi Aka Shumxar jamoasi.